Assalomu alaykum aka-ukalar, ishqibozlar, parvozlar, xayrli kechamiz. Aka-ukalar, girachilarimizning liniyasidan bir yil 4 yutgan zalatiskamizning ham tanasini bo'lasiz. 5 kilodan kam bo'lmaydi. Liniya bitta. Uyaltirmaydigan. 5 kilo tepasi xo'roz bo'ladigan jo'ja. Fevral oxirida chiqqan. 3-4 kuni kam mart oyi jo'jasi. Xo'roz qilib o'ynayman, yirik xo'roz kerak deydiganlarga mana aka-ukalar ko'pchilik kanalga narsa tushmayapti degan uchun qo'yyapman. Assalomu alaykum aka-ukalar, ishqibozlar, parvozlar, xayrli kechamiz. Aka-ukalar, girachilarimizning liniyasidan bir yil 4 yutgan zalatiskamizning ham tanasini bo'lasiz. 5 kilodan kam bo'lmaydi. Liniya bitta. Uyaltirmaydigan. 5 kilo tepasi xo'roz bo'ladigan jo'ja. Fevral oxirida chiqqan. 3-4 kuni kam mart oyi jo'jasi. Xo'roz qilib o'ynayman, yirik xo'roz kerak deydiganlarga mana aka-ukalar ko'pchilik kanalga narsa tushmayapti degan uchun qo'yyapman.